Hammaga salom do'stlar. Bu videoda biz Monsterverse olamidagi Titan Tiamat haqida gaplashamiz. Uzunligi 258 metr bo'lgan bu ilonsimon maxluq aslida Monsterverse'dagi eng katta va eng kuchli maxluqlardan bittasi. Bilaman, filmda Godzilla uni osonlikcha maydalab tashlaganda, ammo ularning avvalgi jangida Tiamat yaxshi natija ko'rsatgandi va menimcha bu Titan alohida e'tiborga loyiq. Tiamat bu urg'ochi titan, uning tana uzunligi 258 metr va u bu bilan eng katta titanlar safiga kiradi. U haqidagi manbalar ancha qadim zamonlarda ham bo'lgan. Masalan, g'or odamlarining chizmalarida yoki haykallarda. Qadimgi vikinglar bu ulkan ilon haqida afsonalar to'qishgan va uni Yormungan deb atashgan. Amerika tub aholisi esa uni Kukulkan deb atashgan. Ammo Mesopotamiya xalqi bu ulkan ilonga Tiamat deb nom qo'yishgan. Aftidan Monarx tashkilotiga ham aynan shu nom ko'proq yoqqan. King Ghidorah hamma titanlarni uyg'otgan paytda Tiamat ham o'sha maxluqlarning ichida bo'lgan. Godzilla Ghidorahni yengganida ko'pchilik titanlar unga tiz cho'kishganda, lekin Tiamatning tizzasi to'kilmaydigan xilidan ekan. Ghidorah mag'lub bo'lganidan keyin Tiamat Godzillaga hujum qilgan. Negaligi aniq emas. Yo Godzillani yengib maxluqlar qiroliga aylanmoqchi bo'lgan, yoki Tiamat shunchaki Godzillani o'z hududidan haydab chiqarmoqchi bo'lgan. Tiamat xuddi boshqa ilonlarga o'xshab raqibini ura bo'lgan va bu holatdan chiqib ketishga hattoki Godzillaning ham kuchi yetmagan. Tiamatning tanasidagi nishlar shunchalik o'tkirki, ular Godzillaning terisini kesa olgan va maxluqlar qiroli qon yo'qota boshlagan. Yaxshiyamki o'sha atrofda yer osti portali bo'lgan va bu ikkisi quruqlikka chiqib qolishgan. Quruqlikda Tiamat suvdagidek harakatlana olmaydi. U ko'proq suvga moslashgan titan. Shunday ekan quruqlikda unda Godzillaga qarshi umuman imkoniyat yo'q edi. Godzilla unga ketma-ket zarba berib, o'z narasi bilan Tiamatni bo'ysundirmoqchi bo'lgan. Xuddi boshqa titanlarni bo'ysundirganidek. Ammo Tiamatning bo'yni ham osonlikcha sinmasgan. Godzilla unga o'kirganida Tiamat ham unga javob qaytardi. Faqatgina eng jasur titanlar bunday qilishi mumkin. Lekin shundan so'ng Tiamat suvga chekingan, chunki quruqlikda u Godzillani yenga olmasdi. Lekin Godzilla ham uni qo'llamagan, chunki u ham suvda Tiamatni yenga olmasdi. Godzilla va Kong Yangi Imperiya filmida bu ikkisi yana jang qilishdi, ammo bu safar ularning ikkisi ham kuchaytirilgan holatda edi. Godzilla umrida birinchi marta odamlarning yadroviy reaktoriga hujum qildi va reaktordagi energiyani to'liqligicha yutib yubordi. Bu uni ancha kuchliroq holatga olib chiqdi va uning atomli nafasi Tiamatni maydalab tashlay oldi. Lekin Godzillaning oddiy holatida Tiamat atomli nafasga dosh bera olgandi. Tiamat ham o'sha jangda kuchaygan holatda edi. Oddiy holatida Tiamat moviy rangda nur taratadi, xuddi Godzillaga o'xshab. Lekin bir kuni u noodatiy pushti rangli dengiz yulduziga o'xshash titanni uchratgan. Tanishing, bu titan Abzu. Tiamat uning bir qismini yeb yuborgan va shundan keyin pushti rangda nur tarata boshlagan. Novelizatsiyada esa Godzilla ham Tiamatning qoni sababli pushti rangga kirgani aytilgan. Monsterverse olamiga kiruvchi komiksda ham qandaydir pushti rang modda sababli hamma titanlar o'zgarib borayotgani aytilgan. Godzilla bu narsani Tiamatdan yuqtirib oldi. Tiamat titan Abzudan, Abzu esa qayerdan? Menimcha bu alohida video uchun mavzu. Tiamatga qaytamiz. U hozirgacha ko'ringan eng jahldor va tajovuzkor titanlardan bittasi. Aynan Tiamat o'tmishda Rivalni o'ldirgan, Kongning qadimiy turdoshini. Tiamatning kuchi Godzillaga yaqin va ayniqsa suvda u hatto Godzilladan kuchliroq ham. Albatta oddiy Godzilladan. Kuchaytirilgan Godzilla Tiamatni nima qilganini ko'rdik. 2024-yilgacha hamma Tiamatni mana shunaqa tasavvur qilganda. Bo'ysunmas, tajovuzkor va o'ta xavfli maxluq. Ammo keyin Kong Survivor Instinct o'yini chiqarildi va ma'lum bo'ldiki, Tiamatning bolasi bor ekan. Tanishing, bu Lahamu, Tiamatning qizi. O'yinda qandaydir ekoterroristlar Lahamuni o'g'irlab ketishgan. Chunki agar Lahamuni boshqarish yo'li topilsa, katta bo'lganida undan ko'p maqsadlarda foydalanish mumkin. Har holda uning onasi Godzillani yengishiga oz qolganda, demak Lahamudan juda kuchli qurol sifatida foydalanish mumkin. Ammo o'yin oxirida Tiamat o'z qizini qutqardi. Shu joyda qiziqarli ma'lumot. Qadimgi shumerlar tilida Tiamat buyuk ona degan ma'noni anglatadi. Tiamat o'z bolasini himoyalash uchun hamma narsaga tayyor va o'yin oxirida ular birga Arktika tomonga suzib ketishadi. Ya'ni Godzilla Tiamatning uyasiga hujum qilganida Tiamat aslida bolasini himoyalagan. E'tibor qiling, Tiamatning asosiy taktikasi raqibni bo'g'ish yoki uning ko'ziga kislota purkash. Ammo filmda Tiamat birinchi navbatda Godzillani muzlikdan uzoqqa olib ketishga
harakat qildi. Hatto Godzilla uning panjasini uzib olganida ham Tiamat chekinmadi. U oxirigacha kurashdi, chunki u aslida o'z bolasini himoyalagan. Mana shunaqa qayg'uli voqea. Albatta Godzillaning bunda hech qanday aybi yo'q. Aksincha, agar Godzilla Shimoni to'xtatmaganida hamma titanlar halok bo'lishi mumkin edi. Bu vaziyat xuddi Titan X bilan bo'lgan voqeaga o'xshash. Yagona farq Titan X'ning hikoyasi baxtli yakun topgandi. Tiamatning esa unchalik omadi kelmadi. Monarx tashkiloti Tiamatni eng qiziqarli titan deb hisoblashadi va menimcha bu haqiqatdan uzoq emas. Uchundan ham juda qiziqarli. Tiamat Yormungand haqidagi afsonaga asos bo'ldi. Godzillani yengishiga oz qoldi va hatto DC bilan crossoverda Aquamanni yengdi. Menimcha Tiamatning hayot yo'li ancha qiziq bo'ldi. Endi dengizlar ancha xavfsizroq bo'ladi, chunki ummonning eng dahshatli maxluqi halok bo'ldi. Yoki yo'q. Ha, bu hikoya hali tugagani yo'q. Uning qo'rqinchli davomi mavjud. Filmdan keyin Monsterverse olamiga kiruvchi yangi komiks chiqarildi. Unda Monarx tashkiloti Tiamatning uzilgan boshini o'rganishayotgani tasvirlangan va u hali tirik. Hech bo'lmaganda u to'liq o'lgani yo'q. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin bilmadim-u, lekin bu o'sha pushtirang modda bilan bog'liq. Monarx tashkiloti buni hammadan sir saqlashmoqda. Men avvaliga undan yangi Mechagodzillani yasab yuborishsa kerak deb o'ylagandim. Ammo Monarxning maqsadi Tiamatni tiriltirish. Ammo qayta tirilganida u endi avvalgidek bo'lmaydi. Ehtimol xotirasi ham qisman o'chib ketishi mumkin. Ammo bir narsa aniq, Tiamat hali o'lgani yo'q. Men uni keyingi filmlarda kutib qolaman, chunki bu mening eng sevimli titanlarimdan bittasi. Sizgacha Tiamat sizga yoqadimi? Fikringizni kommentariyada kutaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu joygacha videoni tomosha qilgan ekansiz, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Kanal hovlasi video ostida va belgilangan kommentariyada bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha